Hammasiga assalomu alaykum. Bugun biz Minecraft'dagi World Block Craft balki boshqa Minecraft'larga tushadigan 3 ta top, 3 ta setlardan ko'rib chiqamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingizni talab qilib qolaman. Unda biz videoni boshladik. Birinchi setda biz bu yerga 455 bu g'alati setlardan biri. 455 deb yurtni yaratamiz. Va bu yerda juda g'alati va buzilgan uylar juda ko'p. Masalan, mana bu. Xullas, tushuntirib o'tirishim shart emas. Siz bu setni yozib ko'rib, o'zingiz bemalol ko'rishingiz mumkin. Hattoki bu yerda kompotning o'yi ham bor. Qani ichida nimalar bor ekan? Bitta qiziqishga ko'rib ko'ramiz. Arzirli hech narsa yo'q, temir qilichdan tashqari. Bo'lmasam, ikkinchi set. Ikkinchi setda biz yana o'sha set joyiga kirib 1700 deb yozamiz. 1700. Yeah. 1700. O'lni yaratamiz. Va ajo ko'ribsizki, siz yana bir ajoyib setlardan biri. Bu qishloqni qarang. Juda g'aroyib. Bu yerda hattoki video olsangiz ham bo'ladi. Mening, masalan, bu yerda kompotning uyi bor. Ko'pchilik video o'tganda kompotning uyida yashashadi. Va shuning uchun bu yerda kompotning uyi bor. Sizlar bu yerda mana uyimni qishloqlar tepaga ko'chirib qo'yishdi deb yana qanaqadir nom o'ylab, xullas bu yerda video olishning joyi. Bo'lmasam 3-chi set. Bo'lmasam biz 3-chi setga o'tamiz. 3-chi setda yozishimdan oldin tezda pastga tushib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 3-chi setning nomi 365. Bu ham qishloq setlari emas. Bu oddiygina orol. Siz bu yerda o'sha ko'pchilik qilgan videoni olsangiz bo'ladi. Ya'ni men orolda 100 kun yashab qoldim. Sizlarga bu setlarni terishni maslahat beraman. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlardan iltimos hech nima ketmaydi. Bo'lmasam video shu joy o'zida tugaydi.